Avvalo shuni aytmoqchimanki, bu oson qaror emasdi. Va bu qarorga kelishda ko'p o'y-xayol va his-tuyg'ular bo'ldi. 20 yildan beri men shu yerdaman. Va umid qilamanki, hamma bu xabar haqida uzoq vaqt o'ylanib qolmaydi. Aksincha, qolgan yigitlar nimalarga erishgan bo'lsa, shuni nishonlashadi. Klub sifatida nima yutuqlarga erishganimizni bayram qilishadi. Oxir-oqibat mendan jahlingiz chiqishi yoki meni yomon ko'rishingiz mumkin. Lekin umid qilamanki, qolgan jamoa, murabbiylar, klubdagi odamlar barchasi bu mavsum qanchalik zo'r bo'lganini his qilishadi va muxlislardan bo'lgan sevgi va qo'llab-quvvatlashni his qilishda davom etishadi. Xuddi mavsum davomida bo'lgani singari. Liverpool muxlislariga yana aytadigan biror so'zlaring bormi? Juda ko'p narsa, juda ko'p gaplar aytkim keladi. Lekin eng asosiysi, ularga katta rahmat deyman. Siz men bilan eng boshidan berisiz. Siz meni qo'llab-quvvatladingiz, yonimda bo'ldingiz. Men bu qo'llab-quvvatlashni, mehrni doimo his qilganman. Sizlar qilgan barcha narsalar men uchun hech qachon e'tiborsiz qolmagan. Bu yerdagi har bir daqiqadan zavq oldim. Umid qilamanki, men ham bunga munosib javob bera oldim va bir kuni farzandlarimni Anfieldga olib borib, shu yerda men o'ynaganman deb ko'rsataman. Videolarni va biz birga erishgan yutuqlarni ularga ko'rsatishni istayman. Shuning uchun barchasi uchun katta rahmat. Men uchun qilgan barcha ishingiz, bergan qo'llab-quvvatlashingiz uchun rahmat. Doimo bergan sevgingiz uchun rahmat. Doimo menga ishonch bildirganingiz uchun rahmat. Men bu klubni doimo yaxshi ko'raman. Klubdagilarni, muxlislarni doimo yaxshi ko'raman. Garchi futbolchi sifatida ketayotgan bo'lsam-da, muxlis sifatida men doimo Liverpool muxlisi bo'lib qolaman.